Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga navbatdagi hech kim yashamagan toza kvartiramiz bilan tanishtiramiz. Kvartiramiz 3 xonali bor, ko'rib turganingizdek uzun koridor, 3 xonali kvadrat 78 kvadrat bo'ladi, salkam 80 kvadrat. Mana birinchi xonamiz atapniyalar tortilgan, shpaklovkalar o'rilib turibdi, malyarkaga tayyor, patologlarimiz ham ishlangan. Shunday polingiz bilan malyarkangizni diyorga rang berib olsangiz bo'ldi azizlar. Akfanalarning yaxshilaridan qo'yilgan. Bu yoqda mana 3-xonamizda balkonlarimiz joylashgan. Balkonlarimiz 380 terrasaga qaragan. Ko'rib turganingizda azizlar, yangi hech kim yashamagan kvartira o'zingiz xohlaganday did bilan remontlab olishingiz mumkin. Mana 380 terrasa, adresimiz ham Murugay tarafda joylashgan. Bu yerga ikki yoq tarafdan kirib kelsangiz bo'ladi azizlar. Tuzxo'ras tarafdan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Anar to'yxona tarafdan ham kirib kelsangiz bo'ladi. Murugay tarafdan ham kirib kelsangiz bo'ladi. 3 yoqdan kirib kelsangiz bo'ladi azizlar. Bu yoqda vanna sanuzelimiz bilan santexnik ishlar ishlangan, polностью tayyor bo'lib turibdi. Akilib shunday unitaz, aristonlarni qisib tashlasangiz bo'ldi. Bu esa hojatxonamiz bo'ladi azizlar. Bu yoqda esa kuxnyamiz joylashgan. Kuxnyamizda da umnikatyorlar qo'yilib turibdi. Uyimiz polni 100% to'qta bo'ladi azizlar. Lekin davlat tomonidan 50% skidka bo'ladi to'qqa. 2 million yaqsangiz 1 million, 1 million yaqsangiz 500 ming so'm pul to'lanadi azizlar. Ana shunday 3 xonali kvartira olaman deb yurgan tanishingizga videoni sirasi tars yuborib qo'ying. Buning oylik to'lamlari 4 milliondan to'lanib turibdi ekan. Boshlang'ich to'lovini 75 million so'm so'rayapti. Kelib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Bankdagi assatkisi adashmasam 325 million. To'lig'ini kelib grafik tekshirib olishingiz mumkin. Kvadrati grafiklar bilan tanishib, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ustunda egalari bilan savdolashib olaverasiz azizlar. Bizga nomerlarga telefon qiling. Egalarni qidirib, avvora bo'lib yurmang. O'zingizga telefon qilsanglar ham egasini beramiz. Kelib gaplashib olaverasizlar. Ustunda bizlarga hech qanday sizlarning pullaringiz kerak emas azizlar. Bizlar o'zi kelishib qo'ygan xizmat haqqimiz bo'ladi. Bu bizning xizmat haqqimizga sizning alatag'an uyingizning savdolashganingizni bizga hech qanday farqi yo'q. Bizlar ustunda pul qo'ymaymiz, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan men Ixtiyorim Chanovich.